Do'stim, mana Amerika bilan Iron urushi yotibdi hozirda. O'shaga zo'r yechim borda. Biz aytsak, aytgandek adrenalin tashkil qilsak, Tramp bilan Iron boshliq urushsa. O'sha muammo hal bo'lmasmidi? Birov yutqizgan hisoblanadi. To'g'rimi do'stim? Ya, to'g'ri, u ham to'g'ri. Lekin qaramonchilar o'zing o'ylab ko'rmam deyapti. Ma jarima xatarlar kelyapti, to'g'rimi? Jarima kelyapti. Prilojenaga kelyapti, odamlar telefonga kelyapti. Shuni misol uchun kallarni ishlatdi. Shunday uyda qilib berib, o'rniga boshqa bittasini chiqarishib qo'ysa, bo'ladi. Muammo hal qilish uchun, muammo hal qilish. To'g'rimi jurim? Bo'ladi. U ham bo'ladi. Lekin bu problemadan ham hozir men yutuqlardan aldiqodir yutuqlarni xursand bo'lyapman. Men yosh 22 yosh. Haqimiz. U bola meni darajamda hali Osiyoda mendan keyin bunaqa darajali bola chiqadi deb hech o'ylamayman. Bilasanmi, yoshligimda mana shunday bo'lib o'shanaqa zarbalar berardi do'stim. Mendan keyin bunaqa futbolist kabi yo'q. Nima o'ynamay ketgansan o'zingizga? Bilasanki ashunga ketavertirgan, o'shandan keyin o'ynamay ketdim. Ketadingizmi? Ha, ketaman. Mana shu oyog'ing bilan o'ynagansanmi? Ketada? Keyinchi do'stim, keyin mana bu anavilar bor-ku, hojatxonalar shahardagi. Ana shu hojatxonalar pullikda. Shu ham bir muammo yuradi. Ana shu hojatxonalar oldiga bitta-bittadan gashok qo'yib qo'y, lekin shu hal qilish muammo. To'g'rimi? To'g'ri, ana nimani aytyapsanmi? Mana shu yering bilan o'tiradigan joyingni unutasini? Vrachga bekkilar. Tez. Mana shu joy bilan kirayotgan joyda aytyapman men senga. Akadash ochib berganlarni ochib berardim-ku. Do'stim, shu dunyoning muammolari faqat biz o'zimizga yetkizyapti-da. To'g'ri aytasan. Keyin shu muammolar o'ylamay semichgani joyga ochib ber. Bu komediya, kim uchun tragediya?